Bu retseptdan keyin endi tortlarni o'zingiz tayyorlaysiz. Oldindan tayyorlab olingan biskvitlarimizni yaxshilab sovutib olamiz va 2 yoki 3 ga bo'laklab olamiz. Bizga shunaqa uzun arra pichoq kerak bo'ladi. Bir kun tingan qaymog'imizga shakarimizni solib, mikserimizni eng past oborotida sekin-sekin ohista aralashtirib shakarlarini eritib olamiz. Mana shakarlari erib ketdi. Keyin oborotini sekin-sekin ko'paytirib va yaxshilab ko'pirtirib mikserimizni o'chiramiz. Shunaqa qattiq krem hosil bo'ladi. Bu kremni pokritiyada ham foydalanishingiz mumkin. Bo'lib olgan biskvitimizni propitka qilib, kremimizdan xohishga ko'ra kremlab olamiz va yoniga shunaqa bortiklar chiqarib olamiz. Ichiga xohlagan nachinkangizni solasiz. Men beze, yong'oq va varionli molakodan foydalandim. Ustidan yana ozroq krem qo'yib, ikkinchi qavatini qo'yib, propitka qilib olamiz. Plyonka bilan qolipni tortimizga kiydirib, yana kremlab olib, orasiga banan, xohishga ko'ra nachinka solishingiz mumkin. Men banan va shunaqa shokoladli pastadan foydalandim. Bananlarimiz qorayib qolmasligi uchun ustidan yana ozroq krem va keyingi biskvitimizni qo'yib, yopib, bir kunga morozilkaga jo'natamiz. Bir kun morozilkada yaxshilab qotganidan keyin xuddi shunaqa qilib, ustini chiroyli qilib pokritya qilib olamiz. Yonlarini shunaqa lopatada birinchi kremlab, keyin shpatelda bitta aylantirib olamiz va oralarini to'ldirib, yana lopatada kremlab chiqamiz. Yana shpatel aylantirib olsak, shunaqa silliq bo'lib qoladi. Va tepasidagi ortiqcha kremlarini olib, yaxshilab tekislab olamiz. Qaymoqli kremda juda ham tez ishlashga harakat qiling. Endi shokoladli pastani ozroqgina ilitib va bunga ozroq o'simlik yog'idan qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib, tortimizni ustidan chiroyli qilib shokoladli pastani quyib chiqamiz. Men qulupnoylar bilan bezatdim. Tortimiz tayyor. Retsept sizga yoqqan bo'lsa, guruhimizga a'zo bo'lib, meni duo qilishni unutmang.